Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga jigarni tozalaydigan ajoyib damlamani taqdim etamiz. Bilasiz, jigar inson a'zolari ichida eng kattasi va umuman og'riq bermaydigan a'zo hisoblanadi. Mabodo insonning jigari og'risa, unda og'riq bo'lmaydi. Shunchaki tanasida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik jigar kasalliklarini o'tkazib yuborganidan so'nggina shifokorga murojaat qiladi. Kasalni davolagandan ko'ra oldini olish 1000 marta yaxshidir. O'zingizga ham, cho'ntagingizga ham foyda bo'ladi. Bugungi video lavhamizda oddiygina namatak bilan jigarni tozalashning eng oson, eng oddiy usulini taqdim etamiz. Haqiqiy xalq usuli, arzon, oson, natijasi a'lo. Demak, quritilgan shipovnik, ya'ni namatakdan taxminan 4 osh qoshiq oling. Unga yarim litr qaynoq suv solib, termosda 12 soat damlang. Ertasiga 1 stakan damlamani och qoringa bir qultumda iching. 20 daqiqadan keyin yana 1 stakan damlama iching. Faqat 1 soatdan so'ng nonushta qiling. Kurs 6 marta qabul qilinadi, har 2 kunda 1 marotaba. Bu juda ham foydali hisoblanadi. Shuningdek, shipovnik, ya'ni namatak jigarni tozalaydi, teriga nur beradi va ichakni faollashtiradi. Albatta, ushbu oddiygina damlamamizdan foydalanishga harakat qiling. Axir kasalni davolagandan ko'ra oldini olgan 1000 marotaba yaxshi, to'g'ri emasmi? Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron.uz kanali faqat siz uchun.